qishki dam olish deganda hamma bir xil joylarni aytadi. Lekin Bo'stonliqda hali ko'pchilik bilmagan yangi maskan bor. Zafaron Premium Hotel. Chimyon tog'lari bag'rida joylashgan yangi muhit va yangi taassurotlar taklif qiladigan mehmonxona. Standart, lyuks va oilaviy xonalar bolali oilalar uchun qulay, tinch va shinam muhitda dam olish uchun moslashtirilgan. Xonaga kirganingizda esa tog'larga ochilgan panoramali ko'rinish. Bu yerda tong sokin, kechqurun esa manzarasi bilan o'ziga tortadi. Ovqatlanish mahali esa alohida bir san'at. Panoramali restoranda milliy, turk va Yevropa taomlari taklif etiladi. Taomnomaning kulminatsiyasi esa mehmonxona nomiga mos zafaronli maxsus taomlar. Mazali taomnomadan keyin esa relaks, basseyn, spa, turkcha va ruscha hammom. Kun davomidagi charchoq bu yerda qoladi. Bolalar xavfsiz muhitda vaqt o'tkazadi. Kattalar esa haqiqiy tinchlikni his qiladi. Qishki mavsumda kanatka va chang'i uchish maskani bir necha daqiqalik masofada. Faol dam olishni istaganlar uchun ham barchasi juda yaqin. Yangi yil ta'tilini shahar shovqinidan uzoqda, tabiat qo'ynida o'tkazish yangi yilda sizga yangi kuch va yangi kayfiyat bag'ishlaydi. Zafaron Premium Hotel. Oilaviy dam olish uchun yangi manzil.